ming bir hadis. 412 hadis. خصلتان لا يجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق. Mo'min kishida quyidagi ikki xislat bo'lmasligi kerak: baxillik va axloqsizlik. Mana mo'min kishida salbiy sifatlar bo'lmasligi kerak deb targ'ib qiladilar payg'ambarimiz alayhissalom. Aslida mo'minmi, mo'min emasmi, insonda har xil sifatlar, har xil xususiyatlar bo'ladi. Hamma gap o'sha yaxshi sifatlarini ro'yobga chiqarish, yomon xislat, yomon xususiyatlarni iloji boricha ro'yobga chiqarmasdan yengib yurish. Shunda inson o'zidagi nafsidagi yomon, razil sifatlarni yengib yursa, o'zini bosib yursa, shunda u ajr oladi, go'yo jihodni savobini oladi deyiladi. Ana shunday sifatlardan deydilar payg'ambarimiz alayhissalom, ikkita sifat borki, u mo'min kishida bo'lmasligi kerak. Birinchisi u baxillik, ikkinchisi yomon xulqlik. Baxillikdan juda ogohlantirganlarki, Alloh taolo bandalariga shunday tekin noz-ne'matlarini berib qo'ygan bo'lsa-yu, inson shu narsadan bir nochor yashayotgan yoki muhtoj kishilarga bir ozmi ko'pmi bir xayr ehson chiqarmasa, muhtojlarga yordam bermasa yoki bo'lmasa su'ul xulq bo'lib, bad xulq bo'lib odamlarga aziyat, azor berib yursa, mana shunday sifatlar mo'min kishida bo'lishi kerak emas dedilar. Ming bir hadis.